Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana bugun 11-iyun Beruniyning Ko'na aeroport poselkadamiz. Mana eski Urganch yo'lda tandirlarimiz bor ekan. Atingiz kim aka? Bekzat. Assalomu alaykum. Mana Bekzat akamiz mana o'zi qo'ldan yasab tandir qurib beradigan. Necha so'mdan bu tandirlaringiz? Bu tandirlar 500 ming so'mdan dastlabki. 500 ming so'mdan dastlab ishlab berasiz, to'g'rimi? Ha. Qurib berib ishga tushiruv xizmati bormi shuning ichida yo addiniymi? Qolib bergani netgani addinniy bo'ladi. Addiniy, qancha so'm bo'ladi? 800 ming so'm kelishtirilgan qilib beradi. Kelish qurib beraverasiz. Ko'proq olsa optim bahoda qaytib beraverasiz-ku, ha? Beruniyning ichine dastlabkimi yo 4 yillik qala xarajim ketaveraman? Hamma yerga dastlabkisi bor. Ana azizlar, mana tandirlar o'ta sifatli ekan. O'zlarimizning Beruniyning laylaridan mana zakaz bo'lsa kelaverasiz, mana sof so'g'a mana. Sazlaydi mana. Yomg'ir akşam qattiq yomg'ir yog'sa da hech narsa bo'lmabdi. İçlari tekis. Telefoningizni aytib bering. 97 dan 354 82 90. Ana kelaverasiz. Manzilimiz mana Ko'na aeroport, eski Urganch yo'l, mana dambadan tushib ketganda eski Urganch yo'ldamiz. Kelaverasizlar azizlar.